Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Bugungi savozda biz Ad-Durusun Nahviya kitabining birinchi bölügünün 3. savog'ina kelib jetdik. 3. savog'ini o'tamiz. Bu savog'da biz aqsamul fe'lin bölüklerine to'xtalamiz. Buga keyingi savog'larda biz arab tilindagi so'zlardan 3 turga cheklalarini bayondab o'tganmiz. Taqdim aytganda fe'l, ism, harf. Qandagina arab tilindagi so'z bo'lmasin, o'shol so'zning bardigi o'shol 3 turga kelib chektiladi. Üçöөнүн башкача ma'ni berбейт. Je al fe'l bo'ladi, etish bo'ladi, je al ism bo'ladi, je harf tamg'a bo'ladi ekan. Alime bugungi savozda bo'lsa biz aqsamul fe'ldan mana o'shol 3 turdan biri bo'lgan fe'ldan dag'i bir necha bo'laklarga bo'linarni to'xtalamiz. Wal fe'lu yanqasimu ila thalathati aqsamin. Demek fe'l 3 turga bo'linadi ekan. Madin o'tgan chaq, nahvu, kataba, jazda degan siyaqti va mudori kelayotchaq, uchurchaq, nahvu yaktubu, jazb jadat, jazat degan ma'noda va amrin jana buyruq, nahvu uktub, buyruq etish, jaz degan siyaqti. Idoh açıklama. Sabaqa laka anna jami'al kalimati tanhasiru fi thalathati anwa'in. Bugacha savaqtarda saga arab tilindagi barliq so'zlar 3 turga chektilari o'tgan. Taqdim aytganda fe'l va ism va harf. Mana shu 3 turga chektilari o'tgan. وأوضحنا لك أن كل لفظ يدل على حصول شيء وزمنه يسمى فعلا. O'shondayla sağa kengre tushundirganmiz. Albatta arab tilidagi har bir so'z qaysi bir narsaning paydo bo'lishini, qaysi bir narsaning shol paydo bo'lishi bilan birgalikda vaqtini ko'rsatib turgan bo'lsa, o'shol so'zdan fe'l etishda vatalaridagi kengre aytib o'tganmiz. Wal fi'lu yanqasimu ila thalathati aqsamin. Fe'l dag'i 3 bo'lakka bo'linadigan: madin va mudari amr. فالماضي إما أربعنا تقتل ترامسق ماضي إمنا ماضي دجن ما يدل على حصول شيء في زمن مضى. ماضي دجن قيس برناتسنين أتكن زمان دا أتكن وقتا payda bo'lganligin ko'rsatgan so'z bo'la septilat, etish bo'la septilat. Misoli kataba, jazdi, dahraja, tog'latdi, talaqa, jo'nadi, istahraja, chiqar degan siyaqti. Wal mudari va alama mudari bo'lsa ma yadullu ala husuli shay'in fil hali aw al istiqbal. Muzari bu qaysi bir narsaning uchurda, kelajakda paydo bo'lganligini ko'rsatgan so'z etish bo'la septiladi. Nahvu yaktu misoli jazb jadat, jazat, va yudahriju tog'latib jadat, tog'latad, va yantaliqu junub jadat, junayd, va yastakhriju chiqarib jadat, chiqarat degan siyaqti. Wala budda an yakuna mabdu'an bi raqbul fi'l mudarida anin kelerki tamg'alar bilan boshlanuvchi zarur bo'lib hisoblanadi. Taqdim aytganda bi alifin aw nunin aw ya'in aw ta. Taqdim aytganda alif bilan, je nun bilan, je ya bilan, je ta bilan. Misoli yaktubu, taktubu, aktubu, naktubu degan siyaqti. Wal amru alama 3-si bo'lsa bu amr buyruq etish. Wal amru ma yutlabu bihi husul shay'in. Amr degan bu qaysi bir narsaning paydo bo'lishini talab qilgan so'z bo'lib hisoblanadi. Taqdim aytganda biz buyruq etish orqali qaysi bir narsaning paydo bo'lishini talab qilayotganmiz. Nahvu misoli uktub, jaz degan siyaqti, va dahrij tog'lat degan siyaqti, va antaliq jo'na degan siyaqti, va istakhrij chiqar degan siyaqti.